Muhammad Shayboniyxon imperiya qurgan jangchi va buyuk sarkarda edi. Lekin u bitta xato qildi va uning bosh qismidan ichimlik idishi yasashdi. 15-asr oxiri, 16-asr boshlarida cho'llarda bir jangchi paydo bo'ldi. Muhammad Shayboniyxon dastlab kichik qo'shin bilan yurdi, lekin uning orzusi ulkan edi. Markaziy Osiyoni egallash. 1500-yilda dastlab Samarqandni egalladi. 1501-yilda esa Buxoro qo'lga olindi. 1507-yilda Hirot bosib olindi. Temuriylar hukmronligi esa yakuniga yetdi. Yangi kuch sahnaga chiqdi. Shayboniyxonlar davlati. Shayboniyxon nafaqat jangchi, balki shoir ham edi. She'rlar yozardi va diniy falsafiy asarlar ham bitdi. Jangchi va olim. Bir tanada ikki qudrat. Lekin uning kuchli raqibi bor edi. Zahiriddin Muhammad Bobur, Temuriy avlodining shahzodasi. Ular bir-biriga qarshi turdi. Bu ikki sulola, ikki da'vo, ikki taqdir to'qnashuvi edi. 1501-yilda Saripul jangida Shayboniyxon g'alaba qozondi. Bobur mag'lub bo'lib Kobul tomon chekindi. Keyin Hindistonga yo'l oldi va u yerda Boburiylar imperiyasiga asos soldi. Bu ham alohida mavzu hali. Bu haqida ham tez orada video chiqadi. Ammo biroq Shayboniyxonni undan ham xavfli dushman kutar edi. Shoh Ismoil, birinchi Safaviylar davlati hukmdori, Shiya mazhabidan edi. Shayboniyxon esa Sunniy mazhabidan. Bu endi faqat siyosiy emas, balki mafkuraviy urush edi. Siz keyingi qismda ko'rishingiz mumkin. Shayboniyxon qanday qilib eng katta xatosini qiladi va bu xato uning boshidan ichimlik idishi yasashga olib keladi. Ikkinchi qismni kuting.